Assalomu alaykum muhtaram to'rt nafar yetakchi. Assalomu alaykum naq maydondagi mehmonlar shundaqla. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Riyosat chiqarishinglar Nijot Vali yoqtin. Haminglarga sig'inishli salom, oliy ehtirom. Assalomu alaykum naq maydondagi ko'rman do'stlar. Riyosatchi Hidoyat Husaynovdan haminglarga yoqimli salom. Şundak əmdideki minutlarda sizlerden kısmetli bulanıqalıqımızdan tolumuqur. Çin güzel, İpek Gölü sadası. Çin Nuri Biyoteknik Sıda Sultan Zavat'da işlengen güzellik minancılık güzelliklerin buyumları Mahirlağa ahmet dileydi. Elbette dostlarının yadı boz gerek bizden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece mükaffatlarına erişken mahirlerimizden tartık buyumları intayın kattı idi. Ondaqsa? Birinci dereceye erişken mahirni hasal makani gulcuda işlet sapta ve hasilini bazarga salgandan beri halkımızdan yaxtırıp istemal kılıcıga erişken gulca Haftal Musulmanca yemek işlep çıkarış şirketi 200 milyon kıymetideki Toyota markalı avtomobil bilen tasdiqlaydı. İkinci derecelik mükafat uzak yıllık tatbikat neticesi bilen diyarımızda tuncu bulup diğer markasındaki a'lo sifatli yürüyüşlük soda suyunu işlep çıkarıp halkımızdan yaxtırıp istemal kılıcı ve işlentisiga erişken Ürümçi Diğer Teknik Taraqqiyot şirketi 150 milyon kıymetideki Toyota markalı avtomobil bilen tasdiqlaydı. Mahirlerimiz kırışması olmaydı. Bu mükafatlarını bulup getiriş asan emas. Üçüncü derecelik mükafatımız olsa Uyghur tibabeçilikte belgelik öz şahsı kılgan Şinjan Kinara Meblağ'daki Erkan Mesulat bir teminligen 100 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil. Dördüncü derecelik mükafatımız olsa halkımız milli kiyimçiliginin namayandisi olgan Şinjan Mötever Xalqaro Soçek şirketi Elzoq kiyimçiligi teminligen 50 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil. Şuna qayrındaşlar mukafat buyumlarımız intayin katta. Öz növbüde mahirlerimizden tayarlıqmı intayin usta. Bu basqıçta mahirlar öz ara raqabet küçüdü. Mahirlar raqabetleş jarayonida yetakchilarimiz ularning har ikkilisini yana davomda qoldirib qolsa, va yoki ularning birini qoldirib, birini shalib etsa, va yoki ikkilisini tanlamay qo'ysa bo'ladi. Bu jarayonda qolgan 3 nafar yetakchimizdan shalib ketgan mahirlarning birini o'zining guruhiga tanlab olish huquqi bo'ldi. Lekin bu san faqat cheklik bir san. Biz navbatda bizning mahirlarimiz agarda shalib ketgan bo'lsa, bek ozoqlanib ketgan bo'lsa, chunki ularni yana davomli mustaqillikni qaytarib kelishimiz mumkin. Bu bo'lsa bizniki qizg'in ko'rmas quyi tori hamda mashrab kuyisi yanfon detali yoki www.chekit.com yanfoni tor adresi. Shunaqla 121 222 ga telefon qilish hamda bilet tashlash orqali bizning mahirlarimizni bu sahnaga qaytarib kela oladi. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Çin Nuri Biyoteknikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Qadrli dostlar, bugun diqqatingizda bo'layotgani Nur sahnasidagi keskin raqobat. Undaqda navbatda bizning bu sahnamizda zodi qaysi mahirlar yetakchilarimizga shundaqla naq maydondagi mehmonlarga o'z mahoratini namoyon qilgandi. Agar buning qiziqsanglar, davomli diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Bizning navbatdagi mahirlarimiz bo'lsa, Pichan nahiyasidan o'quvchi do'stimiz Odiljon Habibul bilan Abdul Halim Abduriyim qarshi olamiz. Adil bilan Abdulim ikisini bir guruh qildim. Ammo bu ikkisi bir naqsh bilinmadi. Buningdagi sabab Abdulim bizning ayollar o'tir ovoz egizligi ekan. Ammo Adil o'xshash shu hozirgi normal o'g'illarning ovoz egizligi ekan. Bu ikkisiga bir naqsh berolmasligimning sababi mana shu. Qizimiz oyim qo'shib nag'ma ovoz bilmaysan. Abdulimninki ovozi alayda ovoz desak bo'ldi. Nimishqa aytsanglar, bu Abdulim ayollarning o'tir ovoz egizligidagi shuncha yuqori chiqalaydigan bir ovozga. To'nigimi ham tushalaydigan, yuqorisiga chiqalaydigan alayda bir ovozga. Abdulimga naqsh tanlash bek tasdiq to'xtadi. Oxiri men mush naqshni tep keldim, mush naqshni bek yaxshi ayta olayman degan ekan. Axloq odam zinnati nomli naqshni shu o'quvchimizga bo'ldik. Mashjarani men o'zim his qildim. Ovozimni qattiq yumshoqlik tatbiqot qilmayman ekan-ku. Ma'lum bu jihatni men aytdim. Shundaqla ovozni qanday kontrol qilish, qattiq yumshoqlikni qanday ilish, shundaqla ovozimning bek inchki shu meniki. Bu jihatda endi ma'lum edi, xasligi, lekin men o'zim ancha muncha o'zimning bir erlik ovozimni qetish jihatini bu jihatda azroq qilishab ko'rsatdim bo'ldi. Osmondan olay ayni qo'ynimda
Adil Habibul pırak yaxşı. Lekin bu bala azraq tirishsa, bo'yidan egizroq ovoz chiqarib. Ammo men musobaqada mush ovozning texnik yuqoriroq chiqishini, ham shundaqla aşı ovozni yaxshi bir taraf qila oladiganligini, atish xalqning naqsini atish xalqidan betaraq yaxshi ayta olishini men ko'zim yetdi. Meşik jarayonda endi az bulmagan jafolarni tatdik. Barliqda og'riqli, yemlik, ovozlarimiz chiqmayib, yemlik ba'zi bir ahvollar yuz berdi. Shunda bo'lsa yana jafoga chidab, muallimning yetakchiligi ostida hamda yaxshi mashqdan ifoda qilib qaraymiz. Muhabbetingizni butun vujudingizdan chiqarib aytsangiz, undan keyin u muhabbet anglaydi. Yana bir qatim kelaylik. Hissiyat chiqarmaydi. Osmondan olay ayni qo'ynimga salayani Erkekler qo'shilsin bununla. Osmondan olay ayni bugun hani sahnaga chiqish olib turibmiz. Demis azroq jiddiychilik bor. Ham yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, biz har qachon, har zaman do'st ham yaxshi aqlli birodarlar bo'lamiz. Chiqinglardan ayrılğını yok. Şunun için misafir yaxshi izanlar amayat olanlar. Chiqinglar uçsizler. Osmondan olay ayni qo'ynimga salayani Osmondan olay ayni qo'ynimga salayani Yar yadımga yetkende içmey koyman çayını Yar yadımga yetkende içmey koyman çayını Osmondek ay gidu hey yerga tushib kayboldu Canın aziz balidu vayzning dardimda har bo'ldi hey canın aziz balidu vayzning dardimda har bo'ldi Canın aziz balidu vayzning dardimda har bo'ldi hey canın aziz balidu vayzning dardimda har bo'ldi Biz kaldık jiraklarin hey zor işçi bırakladin Geldiğini bildim mi yandırgan çıraklarım Geldiğini bildim mi yandırgan çıraklarım Geldiğini bildim mi yandırgan çıraklarım
eng oxirgi xulosani yana Nurnisa xonim chiqirdi. Nurnisa xonimning tanlashining to'g'ri bo'lishi uchun biz oldi bilan yana 3 nafar yetakchimizning taklifini anglab boqaylik. Adiljon ukammo bak umoq bo'larkan. Texmi umoq ko'rinib ketyapti, naqshini yomon chiroyli aytib berdi. Abdulla Halimning naqshi bilan naqshini solishtirsak, qiyinlik nuqtasi Abdulla Halimning naqshidan yuqoriroq. Ma'u naqshining qiyinlik darajasini va ovozdagi aloyidlikni ko'zda tutgan asosda men shu Abdulla Halimni tavsiya qilaman. Rahmat siz. Bo'ldi, Mahmud afandim. Abdulla Halim inimizning ovozini yana bir 6 oy umursa ravrs ovoz olib ketgidek bu. Rahmat. Demak, sizning tavsiyangiz Abdulla Halimni tanlab. Rahmat. Erkin muallim. Ben boşçırak köyde dolap bakaya. Ben Adilcan'a. Bo'ldi, undaq bo'lsa, Nurisa xonim, hammalarga oydin bo'ldi. Bugun naq maydondagi o'rlash mahoratidan elib etgan chaqda bizningki yetakchilarimiz Abdulla Halim sal mayilroq taqib turdi. Biroq bu mayillik eng oxirgi sizning xulosangizga aktiv ta'sir ko'rsatadimi yoki sizning tanlashingiz boshqa cho'p chiqadimi? Menimcha, ko'rmanlar bilan naq maydondagi tomosha bo'ladi. Sizning eng oxirgi qaror chiqarishingizni taqozolik bilan kutadi. Anglab boqaylik. Abdullam kasırgı deyman. Buğaltır. Buğaltır. Mesela o'quvchi Adil inimiz. Mushundaq turib, mush san'atga ishtiyoq bag'ilganligim intayin xo'sh bo'laman. Mening oxirgi tanlashim mayli qaysinglar ketib qolishdan qat'iy nazar. Sizlar meni o'quvchim bu gapni bek jiqtab ketdim, lekin hammanglarga demasam bo'lmaydi. Nurnisa xonim Nur guruhidagi, ya'ni Nur sahnasi ilib berilgan raqobat jarayonida talay qatim ko'z yish qildi. Har bir qatimliq ko'z yishi balkim hayajon ilgida to'kilgan bo'lsa, lekin ko'pinchilari qiymaslik uchun to'kildi. Shunaqdimi siz yana mush qarorni chiqarishingiz kerak, ustoz. Mening tanlashim Abdulla Halim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin Abdulla Halim. Shundoq mana bu har bir qatimliq musobaqa oyoqlashgandan keyinki biz chuqur tamomlash tegishli bir jarayon. Yana bir fursat bor. Ustozlarga berilgan 10 sekundlik ta'tir sanoq vaqti boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Aftur. Biz mag'lubiyatga kulib qariya olsak, undan keyin qalbini quchoq ichib kutib olaymiz. Shunlashqa shunday bir irodaning sizda bo'lishini umid qilman. Hayotning go'zalligi agar to'qayliqda deydi-chu. Musobaqa kelmadim, mush ustozlarimning oldida mushta bir naqshamni yana bir qitim chiqishga fursat bergan ustozimiz Nurnisa xonimga rahmat aytaman. Yana bir qonunlikkim buningla bilan hargiz bu yerda tugab qolmaydi. Endi yangi boshlanish menga nisbatan. Shuning uchun men hargiz bu natijadan mayishni ketmayman. Chuqur kelgusim uchun tirishim. Bo'ldi, Adiljon, qani, qo'lingizni qiling. Aman bo'ling, unda bo'lsa ustozlar bilan xo'shlashing. Bular bir-biridan yomon mayirlarkan. Bir-biridan qaltis naqshlarni tanlabdi. Ular bizga marhum Mamat Alievning tashnoyi, marhum Tursun Qodiri, marhum Iziz Hamid qatorliq azizlarimizni eslatdi. Isil o'lmas kuylarni ilib kelgan juritinglarga barakalloh. Xo'sh, aziz do'stlar, bizning bugungi raqobat sahnamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Qarmaydan kelgan Subinur Ekin bilan G'o'zidan kelgan Gulsum Oy Mamtimin. Qani, marhamat. Gulsumay bilan Subini bir guruh qildim. Subi ovoz doirasi kam, ko'rinarlik darajada kam. Yuqoriga xili chiqa oladigan, tövangimni xili tusha oladigan, o'zining ovoziga ishonadigan shunday bir o'quvchim. Birinchisiga Nurnisa muallimning tarbiyalashi nihoyatda astoydil. Birinchi ketim dars olgan vaqtimda ham shuni his qilgan.
o'rnidan turib zodi. Mundaq qilsiz. O'zingiz aytgan qo'yitding, nafas. Hammani o'rgatgan-ku, shu vaqtda shunga hayron qolgan. Shu nafas tarafdan ovoz ko'tarish bo'lsin, ovoz tavanish bo'lsin, praktikatim bo'lsin, burunga qaraganda xeyli yaxshi o'zgarishni ko'raman. Nafis, o'zingni hissiyotni birlashtiringlarmoqchi endi. Hissiyot patlab chiqadi, hozir ishqiladi. R&B naqshlar cho'qim bir hissiyot kirish kerak. Ash hissiyot bo'lmasa, herkes chiqmaydi. Gulsumayninki ovoz doirasi bek kang bo'lib ketmasimi, lekin shu mashq jarayonida ovozingizni bakrak qo'yib eting. Mayr mushu jihatdan tekstlarni mundaqroq elang. Mayaga puraqni bakrak kuchli qilib eting desam, bak ishchi o'rganib oladi. Alaydilik shu. Ham unisi bak astoydil. Shu naqshini voyaga yetkazib etmasam bo'lmaydi deb mushu Nafisa nomli naqshini shu o'quvchilarning ichida eng jiq o'rgangan shu Gulsumaymiki deb o'ylayman. Eng yaxshi tirishgan o'quvchimning qatoriga kirdi. Men bu Nurut texnisiga tanlanganligimdan intayin hayajonlandim. Hatta bir kunda do'stlarim, urug' tuqqanlarim, xizmatdoshlarim telefon qilib, "O'tdag'izimda desam bo'ldi." Bir kun telefon degan to'xtamay sayridi. Qanday bo'ldi, natijam qanday bo'ldi deb. Shunda hayajonlandim. Uning ustiga beshidagi orzuyim shu edi. Nurisa ma'lumni tanlash orzuyim bor-edi. Beshida bizni ko'rinishga olgan vaqtidan degan Nurisa ma'lumni tanlayman deb. O'sha orzuyimga yetdim, birinchi orzuyim bor. Bu o'quvchimdan shunday suyunaman, chunki bu o'quvchim bak astoydil meningki hisobda aqamdilam turdi. Ma'lum meni mundaqroq olsam qanday bo'lar, meni munda deb taqsam qanday bo'lar deb mendan so'rab turdi. Ma irodasini men yaxshi ko'rdim. Men hozir texnik chiqmoqchi. Men agar bu qitimqi tanlashdan o'tib ketib qolsam, texmo tirishman. Bu kasbga texmo ishqirlab kirman, texmo tirishib o'rganaman. Musobaqa degan yanglish va yangish bo'ladi. Balkim yengilmas, balkim yengilmas. O'quvchilarimni sahnaga chiqarmoqchi hozir. O'zinglarning bo'yinglarga loyiq ko'tarangi ruh bilan sahnani bir o't chiqarib versanglar.
Undaq bo'lsa biz oldi bilan yana shu bizning 3 yetakchi ustozimizningki sizlarga bergan bahosi, shundaqla ularning tavsiyasini bir anglab boqaylik. Oldi bilan Abdulla apandim o'zingizdan kelsin. Ikkala qizimiz nihoyat yaxshi ijro qildi naqshlarni. Mana shu bir naqshni ikki o'quvchiga taqsim qilish masalasida yomon ig'ir qiyinchilik yuz beramdiki desam, Nurnisa xonim bu ishni nihoyat chiroyli hal qilibdi. Hech qaysi o'quvchiga ig'ir ketgan ya birsiga yelik bo'lib qolgan ish yo'q. Avlonning saviyasini sinaydiganga tang tekshir taqsim qilinibdi. Biz xuddi Nurnisa sonimizga o'xshashda ikkilanib, ikkisini qaysini tanlashda intayin qiynalamiz. Lekin yordamimiz bo'lsin uchun o'zimiz ifodamizni bildirib qo'ymasak bo'lmaydi. G'uljidan kelgan sonimga kelsak, ehtiyot bilan aytdi naqshni. Ehtiyot bilan deganimiz astoydil muomala qilyotdi. Xato ketmasin, sapchi ketib qolmasin, ovoz deb ehtiyot qilayotganligini, inchkiligini bilyapmiz. Qarmaydan kelgan sonimiz biroz baturlarcha naqshiga nisbatan sal o'zini qo'yib, o'zini aks ettirishni bakrak bilyotdi. Bu ikkisini qaysini tanlash kerak? Sen degan afqa. Shu o'ziga ishonch bor odam yaxshi. Ben Abdullah ben özlemkin devde yapsa Abdullah kapırak kaldım. Benimki benim tavsiyelerim özgü işes bağ olan Subinur. Rahmat. Subinur mu yaxshi? Endi men o'zimni yakunimni devde ma G'uljidan kelgan sonimizni tavsiya qilaman. Rahmat. Unda bo'lsa Mahmud apandim siznikini bir anglab boqaylikchi. Oxirida sen muqimsizlik qilib qoldi endi direkt deb turma. Hech qisi yo'q. Unday ishlar bo'lib turadigan bir ishlar bo'lib sen bilan. Mening tavsiyalarim Subinurni. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bu 3 yetakchi ustozninki tavsiyasi balkim Nurnisa Abbos xonimninki o'ylig'ini bilan birdek bo'lishi mumkin va yoki birdek bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun biz oldi bilan yanala Nurnisa Abbos xonimninki tanlashni olib boqaylik. Sizlarning aytganinglardan men bugun rozi bo'lmadim. Nimishqa desanglar, sizlarga balkim tashqi sabablar yoki bo'lmasa o'zinglarning mashq sabablaringizdan yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shu sabablar bo'lishi mumkin. Sizlarniki mashq vaqtida mashq zalida ajoyib meni ta'sirlantirib, hatto to'g'atlarni chiqarib atgandek holatda bir ovozlarni chiqarganlar. U narsalar yo'q bugun. Tavtirganinglarni bildik. Lekin bu musobaqa bo'lganligi uchun har qanday qadam Leninni qo'rqitgancha imtihon desa, musobaqada shunga o'xshash aslida qo'rqadigan ish. Eng oxirida mening tanlashim Subinur Hekim. Muborak bo'lsin Subinur. Muborak bo'lsin. Yana bir qitim shu naqshiyat kursiga ega bo'lgan tabriklayman. Gulsimay ko'nglingizni yerim qilmang, yana bir kursimiz bor u bo'lsin. Shu yetakchi ustozlarninki 10 sekund vaqti. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar, birlikda sanamdik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'lima afsus. Gulsimay. Menimcha bo'lganda bu bir raqobat sahnasi. Raqobat sahnasi bo'lgandan keyin tanlash chalinish bo'lib turdi, shundaqmi? Shuning uchun ko'nglingizni yerim qilmang. Siz bunday sahnalar intayin ko'p bo'lamdi. Unda bo'lsa Gulsimay, sizning mush vaqtdagi yurak so'zingizni anglab boqaylik. Men shu nur sahnasiga tanlangandan keyin men baq xushuan. Biz yana billar. Ishqilib men samonim bek amroq. Ishlar tanlash. Ishida bizim tunçukta VCR algan vaqtida-chu men uni samonim deb kelgandim. Shu vaqtda bildi VCR algan vaqtida. Shu vaqtda masalan sizni to'rt xonim apandim tanlab qolsa kim tanlaysiz deganda men ishkilanmay Nisa xonim deb tanlagan. Shu orzuyimga yetdim-da. Masahimdan endi haqiqatan mag'lub bo'ldim deb o'ylamayman. Chunki Nisa malimning
davamlıq meni yeteklişini, şundan yaxşı fırsatlarını bəygimgə rəhmətim bildirmən, davamlıq yeteklişini ümid qılma. Əlbəttə şunda qıldı. Rəhmət. Qoyumu güzel kuyini, tolumu güzel tustu orlap berdіңlar. Sizlerge apırın. Bundaq keskin rıqabet sahnesinde yanılı nakşığı boğan muhabbetinlarını aldınqı ornuğu kuyup, küyünlarını vayığı yetküzdіңlar. Meyli netice qandaqlı bolsun, hemkarlıqlarının üzülmey davam etişini tileyimiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavıtı'da işlengen güzellik yinin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Dostlar, körüp kanallar Şinjan Televizyonisi bilen Şinjan Buğra Medeniyet Tarqıcı Çekiş şirketi birlikte uyuşturgan Çin Güzel İpek Yol Sadası programması. Növbette huzurunlarda buluvatqını Nur Sahnesi. Rayhongul Aziz bilan Fahriya ikkisini bir guruh qildim. Fahriya Zakir ovoz jihatda mendan bek tirishib bilim oldi. O'ziniki tirishchanligiga men shunchalik suyunib, men o'zimda bor bo'lgan bilimlarning hammasini mushu so'ngimga o'rgatdim. Fahriya Zakirga men 3-4 naqsh tanlab berdim. Mushuning ichida Sen yo'q nomli naqshini o'zi tanlab oldi. Fahriya Zakirninki irodasiga qoyil qoldim. Mushu naqshni aytib chiqa olayman degandan keyin men intayin xush bo'ldim. Musobaqada o'ziniki haqiqiy talantını bir jari qıldıralaydıqlığa közüm yetdi. Ben de müsabaqa malımdan qurupsa talanğan için şunçilik hoş buldum. Bana şuncaq çıx yollarını gösterdi. Sizcə kiçik, kim bağlığa yolduran siyah uzun degandim. Ben müsabaqamın qurupsa qirgan ekan, naqshat hissiyatda xeyli cho'ng ilgarildim deb o'ylayman. Chunki men burun ovozimni pek yaxshi kontrol qila olmaydim. Men müsabaqamın qurupsa qirgan ekan, ovoz kontrol qilishni, hissiyatni, hech narsani o'rgandim. Endi hech kichik emas, men 16 yoshdagidan keyin bolalarcha ovoz chiqib ketmagan bo'lsa, ovozni kontrol qilmasangiz qat'iy unmayman. Rayhongul Aziz o'zi Oqsu tarafida. Bu Fahriya qiz Ürümçide biz bilan uchrashish vaqti jiqroq bo'ladi. Lekin Rayhongul Oqsuda bo'lgandan keyin bir yerga akilishim tez. Buni deyishim sabab ikkisi asli bir naqshni esa to'g'ri bo'ladi. Sharoit unda bo'lmagandan keyin men Rayhongul Azizga xalq ahangini qurab turadigan Adila Sidiqninki ijodiyatlaridan bo'lgan u mening onam nomli naqshini berdim. Mushu naqshini Rayhongul Azizning voyiga yetkazib aytadiganiga ishonaman. Rayhongul singlim menga telefon qilsiz, o'zingizning salomatligidan toza yar bermayotganligini, doktorxona kirib qolganligingizni menga dedingiz. Men intayin afsuslandim. Lekin yana umidlik gapni qildingiz. Men cho'qim baralayman, musobaqaga qatnashmasam bo'lmaydi deb meni umidlantirib qo'ydingiz. Menga bir hayron qolarlik natija berishingizga ishonaman.
Xo'sh, nafaylandik mehmonlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Balkim yodinglarda bo'lsa kerak bizning birinchi bosqich musobaqamizda o'zining san'atga bo'lib naqsh etishga bo'lgan o'tdak ishtiyoqi bilan chalq qarvida o'tirib, musha sahnada o'zining go'zal ovozini namoyon qilgan bir mahirimiz bor edi. Bu chiroyli qizchaning ismi Rayhongul Aziz edi. Shunaqla unoyati talaylik holda Nur Nisa Abbas xonimniki Nur sahnasiga mahir bo'lib qabul qilingan hamda bugun Fahriya bilan musobaqa qilishadiganga bekitilgan. Biroq ati nima ish yuz berdi hech qaysimiz bilmaganimizdek, Rayhongul qizchaq kasal sababidan, ya'ni ximiylik davolash sababidan bu programmadan ayrilib turishga majbur bo'ldi. Shuningdek biz yana o'xshashla programma guruhi nomidan, shunaqla Nurnisa xonim nomidan Rayhongulning salomatligidan baldiroq asli kelishiga tilakdoshlik bildirish bilan birga yana davomli qolgan yetakchilarimizning shunaqla Nurnisa xonimniki Fahriyaga bahosini aymasligini, uni davomli sinab yiqishini tavsiya qilamiz. Yuqorida Fahriyaning naqsini anglab o'tdik. Undaq yetakchi o'qituvchilar, sizlar bugun Nurnisa xonimga Fahriyani tavsiya qilamisizlar yoki bu huquqlardan voz kechamsizlar? Qani birdan anglab olgan bo'lsak. Naqshi etish men kichikgina taklifimni beray, so'ng do'st yig'ilib ketar, dushman kuldirib degan gap emas. Men shu nuqtasilamday sizga bir taklifim bor. Bundan keyingi naqshat qilgan vaqtida diqqat qilish tegishli bir necha ish bo'ldi. Birinchisi, ko'p joylarda sizning tiniq elishingiz to'g'ri bo'lmay qoldi. Masalan, bir misrani o'ttirib qo'ydingiz ba'zi tiniqni. Shuna bir misra tugashga yoki keyingi misraniki ahoniki insiga asosan turoqni tiniqni joyida olgan vaqtimizda texim yaxshi o'rinli bo'ldi. Birisi ma'u, yana birisi shu naqsh o'rlash intonasiyasi jihatdan siz hozir g'arbcha bir xil intonasiyaga asosan o'qidingiz bu naqshni. Endi meningki shaxsiy taklifim bu naqsha Uyg'ur tilidagi naqsh bo'lg'achqa cho'qim Uyg'ur tili intonasiyasida yetishimiz muvaffaq. Agar chet el tilidagi naqshlar bo'lsa, uni chet el tilidagi intonasiyasi bilan yetishimiz kerak. Her bir tilniki o'ziniki güzelligi bo'ladi. Her bir tilniki intonasiyasi o'xshamaydi. Shunga bir necha intonasiyani yig'ib asal o'lmoqchi qoladi. Shunga majatlarda kim ishingizning cho'ng bo'lishiga ergishib, siz asosda o'zingiz his qilsiz. Mushtiyatnicha. Shunga mushtiyat ko'proq tersiniz. Yaxshi yomon chiroyli aytdingiz. Rahmat. Abdullah efendim. Fahriye Zakir o'zi bir umoq qiz bo'lgan bu. Shuna qilsa texmi umoq bo'lib ketdi. Albatta Nurnisa muallimi uchun biz sizni tavsiya qilamiz. Qolsa ovoz shunda siliq, bak yumshoq, chiroyli naqshlarni aytish imkoniyati bor. Ammo bizning demoqchi bo'lgan yordam fikrlarimizni olmangiz deb bo'ldi. Bu balkim boshqa millatlarning naqshi bo'lishi mumkin, lekin biz Uyg'ur tilida aytgan bo'lg'achqa shivsini Uyg'urcha to'g'rilab aytavering, hech nima bo'lmaydi. Siz Xanzurchada o'qiganmi? Uyg'urchada o'qigan. Ha, unda o'sib texmi shunda o'qing.
sen yok bu joyda deb elivering. Sen yok bu joyda Abdullah efendim baha bergen chaq har qanday keskindir. Bahalarni shunday yumristikdek umoqqa olib ketadi, ha? Kayfiyatimiz ko'tarib xo'sh. Qizimizga omad tilaymiz. Yana jiq naqshlarni aytib texmi mashq qilib, bizga ashu chiroyli o'ziga o'xshash yaqinlik naqshlarni berishni umid qilamiz. Rahmat. ilgirlash topdi. Rahmat. Sizni qutlayman. Rahmat. Nurisa xonim, septin chiqqan qiynishimizning nomini tilga ilib sizning ko'nglingizni buzg'imiz yo'qdi. Biroq menimcha biz Fahriyani tanlash tanlamaslikni eng oxirida sizning og'zingizdan anglashdan ilgari shu topda balkim ekran oldida Rayangul sizningki ikki yig'iz yurak so'zingizni anglashga taqozo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki hammalarga ma'lum u munoyat tirishgan astoydil muomala qilgan ijtihod bilan pozitsiyada bo'lgan. Shunlashqa siz qanday yurak so'zlaringiz bor? Rahmat. Assalomu alaykum. Rayangul Aziz, balkim bu programmani ko'ryapsiz. Men intayin hayajonlanib o'tiribman. Ipak yo'li sadasi programmasidagi barliq ustozlar, ham shundaqlar rejissyorlar, hammasi siz uchun olqishlarni yangratdi, shundaqmi? Rayangul Aziz asli bu musobaqaga qatnashganga bel bog'lab tayyor tug'an. Lekin kichikina bir og'riq sababidan shundaq bir kirib doktorxonaga davolatib boqayli deb arliqlar mashqlarga qatnashgan. Hatto bu Fahriya sonimiz bilan bir bo'lib, u mening onam degan naqshni aytadiganga tayyorlik qilib bo'lgan. Men ozroq izohat berib qo'yay. Lekin musobaqaga bir kun qolgan vaqtda menga kelinmaydiganligini xabar yetkazgan chog'da men itlib yig'lab ketdim. Undaq bo'lishiga sabab men undaq bo'lishini faqat xohlamaydim. Amal yo'q, Fahriyaga musobaqaga bir kun qolganlik uchun ustozlar deb aytgandek nurg'unlagan xabarliklar ko'rildi, chunki boshqa naqshni tayyorlab qo'ygan musobaqaga bir kun qolgan chog'da o'zinglar ko'rib turibsizlar, naq maydonda o'rinlab qildingizmi? G'ayratingizga barakalloh. Fahriya so'nglam. Asli jig'layga program emas. Hayajonlanib qoldik, xushallik jig'isi Rayangulni men o'zim menga tanlayman. Rayangul sizning yurak so'zlaringizni angladi. Nəhayət xursand bo'ldik. Shundaqla yana davomli Rayangulga omadlar tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Navbatda endi gap sizda qoldi. Fahriyaga bugun yana davomli sahnada qoldiganga fursat bormidi? Men bergan naqshini asli o'rganib bo'lgan. Lekin ikki guruhga bo'linganligi uchun nurg'un masalalar bor. Shuning uchun bir kun qolgandimi, mushu musobaqaga o'zining naqshini tayyorlab, men uchun mushu narsani tomoshabinlar uchun aytganligi uchun men Fahriyani tanlayman. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin singlim bu yoqqa. Bo'ldi, uloqda ustozlaringiz bilan ko'rishinglar. Salomat Fahriya. Bu tirishchan singlimizning jasorati hammamizni qoyil qoldi. Singlimizmi tirishchanligiga loyiq natijani qo'lga keltirib, keyingi bosqich musobaqaga muvaffaqiyat o'tdi. Oppoq tilaklar bilan keyingi manzillaringizga qutuq tilaymiz. Xo'sh, shundaqdan nur sahnasidagi raqobatimiz yana davomlasin. Navbatda sahnamizda bo'ldig'ini Sanjidan ijodiyatchi Abduali Nurtay bilan Yangoq makoni qog'iliqdan suyumlik o'qituvchi Nur Muhammad Himet qarshi olamiz. Nur Muhammad Himet bilan Abduali Nurtay ikkisini bir guruh qildim. Bunda qilishimning sababi ikkisiniki ovoz shunchalik yaqin bir-biriga. Ham shundaqla egizligi, tövalligi, ovozning doirasi o'xshash darajada desak bo'ladi. Avvaldan bu mabrun tiqildi, ya'ni eg'ir qaytib kelgan.
Samolim bizi bir guruhga PT'ga o'rlashtirgandan keyin shaxsan men shunday qo'shilib do'stim Abdulajon bilan bir guruh bo'lganligimdan ovozimiz o'xshashida ham Abdulajon do'stimiz bu yaxshi ijodchi shu jihatda biz bu musobaqa orqali emas musobaqadan keyinmi yaxshi bir hamkorlik munosabati o'rnatib bundan keyingi shu san'at sohasidagi bosgan qadamlarimiz to'g'risida o'zaro yaxshi bir hamkorlik munosabati o'rnatishni o'ylashdik. Hem bu musabaqa erkin do'stona holatga ilib berishni maqsad qilib, bizning do'stligimiz bu musabaqadagi mag'lubiyat va g'alaba bilan emas, bundan keyingi nishonimiz uchun yaxshi xizmat qildi deb o'yladim. Nurmamat emas, yumshoqroq holatda, Abduvali sal qattiqroq holatda. Bu ikki o'quvchim xalq yaxshi ko'radigan liriklik kuydan birini aytmoqchi, tomoshabinlarimizga yoqtirib ham shundaqla qo'llab berishinglarni umid qilamiz. Kayseridir sen, şuna düşmanlar kürenli gönlü. O'xshash masala bo'ladi. Birsi Furahni bek yaxshi oladi, yana birsi Abduvali nafas qiynayotdi. Nafas qiynayotdi. Ustozimiz Nurni Saadimiz ikkimizniki ovozini anglab, ovozini arif bo'lgandan keyin ikkimizni bir PT'ga o'rlashtirdi, lekin ikkimiz mijaz tarafdan, uslub tarafdan, har qaysi tarafdan biz intayin mos keldik deb o'ylayman. Nafas yetishmadi. Yo'q yapayman, to'xtab qoldim. Yo'q yapayman. Menga ega bo'laylik. Men degan so'zga ega bo'laylik. Nafas olsangiz bo'lmaydi. Beshida cho'ng nafasni ilib, ashib misra boshlangan vaqtda azroq sin beraylik nafasni. Beshidilam qaysi debli boshlab ketsa, salom debli boshlab ketsa bo'lmaydi. Azroq nafasni tartib Ammo shu guruhga kirgandan keyin ustozimiz yetakchiligida ovoz ilmiyatlar bo'lsin, ovoz jihatga kontrol qilish bo'lsin, nafas ishiltish va qaysi shu naqsh etish, san qiyofatdan tortib shu yaxshi bo'lgan ilmlarni egalladik. Bu jarayonda bizning saviyamiz o'sib-mangdi. Yengilish degan narsani biz hozirgacha o'ylab topmadik. Biz o'zimizga o'zimizningki eng yuqori saviyasidan eng yaxshi hissiyotimiz bilan o'rilmoqchi bo'lgan hozirgi naqshimizni xalqimizga eng yaxshi chiroyli ovozimiz bilan xalqning huzuriga sunsak degan orzu xalqning oldiga eng yaxshi ko'rinishlarimiz bilan eng yaxshi o'zimiz bo'lgan qobiliyat bilan chiqishni niyat qildik. Bizning shuarimiz musobaqa birinchi. Yo'q. Musobaqa ikkinchi, do'stlik birinchi. Ishqinglarga omad yor bo'lsin.
seni sallanıp toğa esleymem seni. Özürlerimizden siyimlik ustazlarımız, yetekçilerimiz bununla qandaq baha berdikin, qandaq tavsiye berdikin, biz yana davamlı anlıqçı bulu sıfatımız bilen, görmən bulu sıfatımız bilen sizlerniki söz onlarını anlaşqa teşna. Şu texnik jihatdan yoki o'rlash jihatdan buni naqshida bizniki Lutfullah Mutaliblik aslab yozgan naqsha. Shunaq. Shunga men oddiy sodda ifodalagan Abdulvalini tavsiya qilaman. Bu yerda biz ifoda bildirayotganlarimiz cho'qim o'zimizning tuyg'usini to'g'ri deyishimiz kerak. Shunaq. Gapni yig'ib aytganda men Nur Muhammadni tavsiya qilaman. Rahmat. Yana o'xshashlar Nurnisa xonimning chiroyidan hech qanday tanlash ifodalarini ko'ramidik. Mahmud afandim, siz qanday tavsiyalarni bersiz ekan? Ben şu güzellik takılan inanma tavsiye. Abduvali. Tamam. Hozir bizning faqat Nurnisa xonimning chiroyini ko'rayotganimiz qiymaslik bo'lyapti, ishkilnish bo'lyapti. Unda sizning eng oxirgi qaroringiz, bahoringiz qanday bo'ladi? Abduvali Nurtay bilan Nur Muhammad Yemit ikkilisi bir-birisidan qilishmaydigan naqshchilar. Ikkilisi ham men mushu naqshga bek chiqadik. Bu naqshga men o'zim bek amroq. Shunaq. Shuning uchun men o'zim yaxshi ko'rgan o'quvchilarimning qatoridagi mushu ikki o'quvchimga berdim. Ular nihoyat yaxshi o'rinlab berdi. Meningdan ranjimaydiganliginglarga ishonaman. Chunki biz sizlish bo'lgan. Shunaq qila olamsizlar. Mening oxirgi tanlashim chidab turinglar. Abduvali Nurtay. Muborak bo'lsin. Tamam. Abduvaliga nisbatan buni ayt katta bir xo'shallikdan derak berdi. Abduvali o'zining qilgan ajrga kuchli tirishchiligiga, kuchli balki natijaga erishdi. Ammo bizning Nur Muhammadmi bizning ustozlarimizning yaxshi e'tirof qilishiga, yaxshi bahosiga erishdi. Menimcha bumi balki sizga nihoyat yaxshi bir inom hisoblanishi mumkin. Har qitimliq sinoq oxirlashgandan keyin mana shuningdek bizning mahirlarimizning yana do'stona pozitsiya bilan tabassum ilgari sahnadan ayrilishi bizni nihoyat suyundirdi. Balkim bumi bizning programmamizning yetmoqchi bo'lgan nishoni bo'lishi mumkin. Undaqda sizga yana 10 sekund fursatda ustozlarimizniki talab elishiga bir vaqt bersak. Qarindoshlar, yuqori ovoz bilan men bilan birlikda ta'tir sinoq sanab bergan bo'lsanglar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Undaqda sizning bu yana davomli sahnamizga qaytib kelishingizni qarshi olamiz, umid qilamiz. Ustozlar degan qanday yurak so'zingiz bor? Ham shu birinchi bosqichga tanlangandan tortib hozirgacha bizga Nurnisa xonim, Nurnisa ustoz shunday jiq ajrlarni singdirdi. Biz guruhdagi har bir do'st qarindoshlarimiz, shunday savoldoshlarimiz intayin minnatdor bo'ldik. Bizga haqiqatan jiq sarf qildi. Buning birligiga Nurnisa xonimga rahmatimni bildiraman. Rahmat. Endi meningki bu yerda tanlanmasligim va yoki shalinib ketishim mening buningdan keyingi san'at yo'lida mangadigan qadamlarimga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Mening buningdan keyingi san'at yo'limda mangadigan qadamlarim endi boshlandi, qarindoshlarim. Rahmat Muhammad. Talantli ijodiyatchi Abduvali Nurtay talanti bilan bizlarni yana bir qitim qoyil qildi. Keyingi bosqichlardagi safaringiz xayrli bo'lsin. Bugungi sahnamizga oyoqlashish mag'lubiyatdan derak bermaydi. Bu sahnaga bugungacha yetib kelishning o'zi ham cho'ng natija hisoblandi. Ma'rifat beg'idagi bu minnatsiz vagonimizni sahnamizda qayta ko'rishni xohlaymiz. Oltin tiningiz salomat bo'lsin muallif.
Xo'sh, ekran oldidagi ko'rman do'stlar, naq maydondagi tomoshabinlar diqqatingizda bo'layotgani Nur sahnasidagi keskin raqobat. Navbatda o'zaro bayga tushmoqchi bo'lgan ikki mayirimiz hargizmi kasbiy naqshchilar emas, biroq ular naqsha yetishga o'tdak ishtiyoq bog'lagan. Ular bo'lsa, G'uljidan kelgan doktor do'stimiz Ilyar Nuriy bilan rassom do'stimiz Ubul Qavul qarshi olamiz. O'quvchilarimning ichida Ilyar Nuriy bilan Ubul Qavul ikkisini bir guruh qildim. Bunda bo'lishidagi sabab ikki o'quvchiga bo'lib bergan naqshamda ikkisiniki ovoz doirasini ifodalaydigan, turqini ifodalaydigan, mush ovozni namoyon qila oladigan naqshni tanlab berdim. Bu bo'lsa-mu bulutlar orasida. Acep çağlar idi şu ben yar bilen oynagan. İlyar o'zi bir kasbiy doktor, xeyli o'zallam, yaxshi talantli doktor. Lekin ovoz jihatdan meni de hayron qoldirdi, chunki men shu sevimli bulutlar orasida nomli naqshni bergan vaqtimda kasbni o'qimaganligi uchun, mush kasbdan bir ma'lum darajada dars olmaganligi uchun sal ansirdim. Qandaq bo'ladi, lekin ba'zan puroq jihatlarda shu meni bek hayron qoldirdi. Shunda xush bo'ldim, suyundim. Tirishchanlikni qilarkanlar. Ubul Qavul haqiqatan yaxshi naqshchi. Ikki o'quvchimning umid qildig'ini, shu naqshni yaxshi tirish o'rgandinglar. Ammo shu jihatda o'zinglarniki qandaq bo'ladi degan bir andish bor emas sizlarda. Shu andishanglarni yo'qotib, sahnada zo'r bo'lgan talantinglarni joriy qildirsanglar, menimcha cho'qim qazib ketadilar deb o'ylayman. Sahnadagi Ilyarniki Erkisan Ilyar naqshi bo'lgan hurmati men qaraganda biroz chunqur ekan, ham funken. Ondan keyin naqshining hissiyoti men qaraganda biroz yaxshi bir ekan. Men Ilyardan mustaraf bo'lgansam, sahnadagi oltinmi, sahnadagi naqshlarga qaytdimmi, cho'qim yaxshi bo'lib qarayman. Mashq qilish jarayonida bo'lsin, mayli odatda fikrlash jarayonida bo'lsin, Ubul Qavulning haqiqatan bir tirishchan bir naqshchi ekanligini his qildim. Biz hozir tanishmoqchi, Ilyar men cho'qim ustuna. Ubul Qavul men cho'qim ustuna. Ubul Qavul bilan Ilyar Nuriy ikkinlar hozir musobaqaga chiqmoqchi bo'lasizlar. Raqobat ikkinchi, do'stlik birinchi ekanligini istamanglar. Shuning uchun bulutlar orasida ham sevishni maqsadimiz yaxshi tutishinglar.
Undaqda bizningki mayırlarımız naqsh etib charchab qoldi. Ular azroq aram ag'ash. Oldi bilan bizningki qolgan 3 nafar apandimningki taklifini shunaqla tavsiyasiga quloq solgan bo'lsa. O'zingizki shu uslubida birlashtirib yaxshi bo'lib ishlamoqchiman. Rahmat. Shunda bo'lsa mana Germaniya deydi. Maylining qulga tegdi. Bo'libdi. Rahmat. Undaqda sizning tavsiyangiz Ahmad afandim. Shu bo'libdi deganimiz. Ha. Bo'ldi. Hamkorligi intayin muvaffaqiyat bo'ldi deb o'ylayman. Hamda garchi Nurnisa sonimiz oxiri qaran chiqardigan bo'lsa-mu biz o'zimizning ko'z qarashimiz demasak bo'lmaydi. Agar qo'lida soni bo'lsa ishkilib qolsin menimcha. Lazım bo'ladi mushqallar. Agar soni yetarli bo'lmay qolib qolsa, imkoniyat bo'lmay qolsa, men bu shu ikki inimga saviyasidagi tanglikni ifodalash uchun garchi o'zi ma inimda qovul bo'lmasa-mu, shu qovul inimga bir bilet beray. Rahmat. Ben teklifimde de ya. Hoş. Yaxşı bo'lgan yerlerinde de shunda yaxshi bo'ldi. Men teklifim hamda ba'zi bir ishqinlar hamkorlashgan bir naqsh bo'lgan ekan. Ba'zi tiniq ilish jihatda, ba'zi misralarning uzun qisqa yerlarda qo'diliq velosipedning ikki chaqidagi so'z tang ayrilish kerak. Bir sonliki uzun, bir sonliki qisqa bo'lib qolsa, toza mukammal bo'lmay qoladi. Shunga yani bundan keyin shunday hamkorlashgan vaqtida masalan ishqinlar o'zaro bir sonliki qormayotganlar-ku hayotni. İlyar izledi. Bir açıktan izledi. Ubulqavul müzikal kirkettim ya dikkat kılamadı. Bunda anca özra maslışıkçı. Özra göz nurunda arkalık fikirleşkin oldu. Kargan iken mam sırada ben tang iyitayma yani. İlki şöyle geldim. Anda boğan çağda bir piçakla iş gibisidek anda bizim yurtimizge teximi tegidi. Ama mezmun. Şuna müştiyatta ko'proq kuchlar qilsanglar. Rahmat. Ondan meniki tavsiyam İlyas. Xo'sh. Nurnisa xonim. Sizni yana hijolat qo'ydigan minutlar aytib keldi. Shu topda men riyosatchi bo'lish o'rnimda bu ikki nafar mahiringizning, bu ikki o'quvchingizning yurak tevishini anglayotgandek qilaman. Undaqda sizning eng oxirgi qaroringiz qanday bo'ladi? İkisi ikki kasb qilayotgan bo'lsa-mu, lekin shu san'atga bo'lgan ajoyib ishtiyoq bilan kelganlik uchun men bular uchun o'rilgan. Ham shundaqla bularning ovozlarini anglab men shunday suyungan. Endi birodarlar, oxirgi tanlashim o'zinglar bilasizlar, xuddi Erkin efendim aytgandek, mushu masalalar ko'rilsin degan masalalar ko'rildi. O'zinglar bilasizlar buni. Oxirgi qarorim meniki oxirgi tanlashim İlyar Nuri. Mübarek olsun. İlyar, mübarek olsun. Sizin bu meydan rakabetimizde, bu beygimizde İlyar, vaktince çıktı. Sizni kutlaymiz. Rahmet. Keyifli basmışlarga çekim yaxshi tayyorlik qiling. Rahmet. Bo'ldi. Aman bo'ling. Ustozlar, rahmat. Yana davomliq sizning tanlamay qolgan mahirimizga sınaq fırsat berish fursatimiz bor. Undaqda qarindoshlar bilan birlikda navbatga eng oxirgi mahirimizga yuqori ovozda bir sınaq bergan bo'lsak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afsus. Bu fırsatni qo'ldan ketib qoldi. Biroq yana desak, yana shu, agarda ko'rmanlarimiz, ya'ni bizning eng qizg'in qo'llovchilarimiz bo'lgan ekran oldidagi qarindoshlar
sizni sahnimizga qaytarib kelishni xohlasa, undaqda bizning ekran ostidagi usulimiz orqali bilet tashlab, sizni yana davomli Ipak yo'li sadosida qaytarib kelalaydi. Shuningdek, bu omadning oxirida sizga yor bo'lishini umid qilaman. Ustozlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Oldidan meni tunji qanday sahnaga chiqishga nasib qilgan Nursa Abbas muallimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat muallim. Ondan keyin bugungi sahnada men uchun eng yaxshi baho bergan to'rt ustozimga rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi. Undaqda aman bo'ling. Texmi yaxshi sahnalar, texmi yaxshi qutuqlar sizga yor bo'lsin. İlyar Nuri talanta orqali sharaf bilan keyingi bosqich musobaqamizga kirdi. Qutuqlar sizga yor bo'lsin. Hayot yo'li agir to'qay. Hamma ish o'ngishli bo'lib ketishini ataydi. Muhimi bizdagi jur'at va botirlik. Sizga omad tilaymiz, ulul qabul. Ekran oldidagi bizning eng sodiq qo'llovchilarimiz bo'lgan ixlosman ko'rmanlar, shunaqla naq maydondagi tomoshabinlar hamda bizning muhtaram 4 nafar yetakchimiz. Mana bugun barliq qarindoshlarning o'rtaq tirishchanligi, shunaqla Nurnisa Abbas xonimning keskin qaror chiqarishi natijasida Nur sahnasidagi mayirlarimiz 32 dan tanlanib 16 ga aylandi. Shuning bilan bizning Nur sahnasidagi raqobatimizmi qalbilik tamomlandi. Shunda biz kelayotgan programmamizda birodarlar guruhidagi mahirlarning mahoratini ko'rsatamiz. Buldu. Ekran oldidagi ko'rmalar shunaqla foydali tomoshabinlar shuning bilan televiziya san'at programmasi, Chin Güzel Ipak yo'li sadosi programmasi mishada oxirlashdi. Keyingi sonda birodarlar sahnimizda yana qaysi mayirlar bizningki anglash sezimimiz, ko'rish sezgilarimizga qanday yangicha tuyg'ularni ato qilganda, agarda buningga qiziqsanglar keyingi son programmamizni ko'rishni hargiz qo'ldan bermaysizlar. Keyingi sonda ko'rishguncha xayr xo'sh, omon bo'linglar. Omon bo'linglar.